Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Toshbuloqqa yetib kelganmiz. Bo'lmaydigan kanalizatsiyalar nomi bilan mashhur bo'lgan kanalizatsiyalarni o'zingizlar bilasizlar. Bugun aynan shu kanalizatsiyalarni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Aynan dastavka jarayoni ekan. Xudo xolasa qaysi viloyatlarga chiqib ketyapti, narxlari nech so'mdan nech so'mgacha qilib berish oladi. Ahrorbek akadan bugungi videomizda sizlarga ma'lumot olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, qaysi viloyatlarga chiqib ketyapti hozir? Hop, bu kanalizatsiyamiz hozir Toshkent viloyatiga chiqib ketyapti. Nech tonnaliklar? Toshkent viloyatiga 50 tonna yuk chiqaryapmiz. Xudo xolasa katta bir korxonaga. Yaxshi klientimiz bor edi. Shu klientimiz zakaz qilganlar, shularga chiqarib yuryapmiz. Xonadonlardan tashqari tashkilotlarga ham qo'ysa bo'ladimi? Xonadonlardan tashqari tashkilot, kafe, oshxona, maktab, bog'chalarga ham qo'ysa bo'ladi. Maktab, bog'cha hamma joyga qo'yiladi. Andijonda tekstilga qo'yib berdim dedingiz. Andijon Fayzem tekstiliga qo'yib berganmiz. Ishlash jarayonlari yaxshi ketyapti. Hozir ham Xudo xolasa hali birorta joydan jalb bo'lgani yo'q. Yo'q. Va vodiydan tashqari Toshkent vohalarga ham kelishilgan dastavka bor. Hamma joyga kelishilgan holatda dastavkalarimiz bor, dastavkalarimiz ichida bo'ladi. Xo'p, ulardan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Esenga davlatlarga ham dastavkalarimiz bor, chiqarib o'rnatib beramiz. Demak, shu oldik dastavkalar hamma joylarga bor. Eng kichkinasi nech tonnalik va bu nech kishilik? Xo'p, eng kichkinasi 2 tonnalikdan boshlanadi. 2 tonnalikdan boshlab u yoqqa ketaveradi. 200 tonna, 300 tonna joyiga qarab. Hop, eng kichkinalari 2 tonna bo'lib, bu 8 ta 10 ta odamga mo'ljallangan. Oddiy oilaga. Oddiy oilaga. Faqat masalan bittasi oshxona, hojatxona, ikkalasidan bittasi ulanadi. Hop, xonadonlarga 3 tonnalik chiqarib turganmiz. Bularimiz 12 ta, 14 ta odamgacha bo'laveradi, qo'yilaveradi. Bunga oshxona, kirmoshina, hojatxona, hammom, hammasi ulanaveradi. Bir-biriga aralashmaydigan qilib. Bir-biriga aralashmaydigan qilib, buni ichida 3 ta kamera bo'ladi. Bir-biriga aralashmaydigan holatda ulab qo'yib beramiz. Mana endi sizlar anchadan beri shug'ullanasizlar-ku. Aynan qancha vaqtdan keyin bunga bakteriya solish kerak? Xo'p, bunga aka xonadonlarga qo'yib berganimizdan keyin 3 tonnaliklarga 6 oyda 1 marta bakteriya solinadi, 1 yilda 2 marta bakteriya solinadi. Shu bilan ishlab to'lmaydi. Davom etadi. Shunaqangi bunga elektr shart emas yoki nimadir shart? Yo'q, hech narsa shart emas. Shunda yer tagiga o'rnaydi, ishlayveradi. Bakteriyasini o'zingizlar yetkazib berasizlarmi? O'zimiz yetkazib beramiz. Bor. Bular 3 tonnaliklar. 3 tonnaliklar. Bu kattalarchi? Xo'p, bular kattalar 15 tonnaliklar aka bular. Bu qanaqa joylarga qo'yiladi? 15 tonnaliklar. Bular hozir o'sha Toshkent viloyatiga katta bir korxonaga jo'natyapmiz. Korxonaga ketyapti. Bu sinib, haligi yerdagi bosimdan qo'yib ketadi? Yo'q, bu hech narsa bo'lmaydi. Buni materiali, hozir ko'rsatib o'tamiz materiallarni. Sticker house, shisha tola. Bu chirimaydi, zanglamaydi, hech narsa bo'lmaydi. Zo'r. Eng kattasi nech tonnalik qilib bergansiz? Eng kattasi 300 tonnagacha qo'yganmiz. 300 tonna? 300 tonnagacha. Katta bir masjidga qo'yganmiz. Andijonda. Masjidga ham qo'ysa bo'ladi. Qo'yganmiz. Masjidga ham qo'ysa bo'ladi buni. 300 tonna bitta masjidimizga qo'yib berganmiz. Zo'r. Ishlayaptimi hozir? Ishlayapti. Zo'r. Bir vaqt bo'lgan o'zimizda keyingi videolarimizda o'rnatilgan joylardan video taqdim qilamiz inshaalloh. Taqdim qilamiz, xudo xolasa. Endi aka buni materiallarni ko'rsatib o'taman dedingiz. Bitta materiallarni ko'rsatib o'tsak, keyin narxlar haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bu material aka, ketadi. Bu material. Xo'p, bu shisha tola. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu shisha tola ip, bular Xitoydan keladi. Xitoydan keladi. Xo'p, shundan bunga nima kilaylarlashtiriladi? Bunga o'zini kilaylari bor. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, dorilari bor, qo'shadigan. Mana bu kilayi, Eron kilayi. Bu yerda? Bu yerda shu bachoyda bo'ladi. O'zini kilaylari, dorilari bor. Mana bu ham materiallari, xo'p, Sticker house, shisha tola. Bu materiallarni ham ko'rishingiz mumkin. Sticker house, shisha tola. Ikkalasi bir xilmi yo ikki xil narsa? Ikkalasi ikki xil narsa. Ikkalasi ham shisha tola, bunisi Sticker house, bunisi to'ri. To'ri. Ikki xil joyga ishlaydi. Hop, bular qopqoqlari ikki tomoniga? Ikki tomoniga o'zimiz noldan ishlab chiqaramiz aka. Dinozavrda tuxumiga o'xshaydi ekan. Dinozavr tuxumiga o'xshaydi. Bu o'raydiganimi shunda hozir? Hop, bu o'raydigan apparatimiz. Hozir mana shu holatda tayyor bo'lgan holati, buni tortib, shu tayyorlashga tayyor bo'lgan holat shu. Bunga ikki tomonida qopqog'ini yopsa bo'ladi. Ikki tomonda qopqog'ini yopib, ichiga perigurtkalarni qo'ysa bo'ldi. Zo'r. Aka, biz doim videomizda narxlarni aytib o'tamiz, obunachilarimiz ortiqcha vaqtini olmasligi uchun. Aka, aytib o'tgan 2 tonnaligi o'ta 8-10 kishilikda narxini necha pul qilib berasiz? Vodiy bo'lib dastavka qilib berish. 2 tonnaliklarni vodiy bo'lib 6 million qo'yib beramiz. Toshkentdan u yoqqa 7 million. 1 million qo'shiladi. 1 million qo'shiladi. Balki yo'l kiram hisob bor. 3 tonnaliklar. 3 tonnaliklar vodiy bo'lib 8 million. Toshkentdan u yoqqa Toshkentga 9 million. 9 millionga o'rnatib berasiz. 9 million katta bir korxona, qanaqadir bir banitsa, kafe, oshxona shunaqalardan kattaroq zakaz bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishadi. Telefonda xudo xolasa kelishtirib. Qolganlarini endi tushuntirib o'tiladi. Kelishtirib o'tamiz. Agar vodiy obzordan ko'rib chiqishsa, sizni obunachilaringizga chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Gap yo'q. Qadrdonlar, sizlarga mana narxlarni aytib o'tamiz, doim shu bonuslar so'raymiz. Shuning uchun klassik machasini bosib, shu videomizda aynan shunaqa kanalizatsiya izlab yurgan do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.
Manzil Namangan viloyati Namangan tuman. Toshbuloq. Toshbuloq. Kelaveradi bemalol kelib ko'rib ketsa. Bemalol kelib, ko'rib, bemalol ko'rishlari mumkin. O'zimiz nolda ishlab chiqaramiz, qandadir. Endi yana bitta narsa bor, aka. Bu ishlab chiqarishdan boshqa joylarda ham bor, Hop, klientlarimizdan shuni iltimos qilamizki, hop bizda 8 millionlik qo'ysam 9 millionlik bacha, kimdadir 6 million, kimdadir 5 million. Hop, bu ertadan keyin yer tagiga tushgandan keyin yerda o'zini bosim bo'ladi aka. Hop, buni endi klientlar har xil tushunyapti, sizlarda qimmat ekan deyishyapti. Hop, aka, biz ishlab chiqarilgan kanalizatsiyamizni hop santimetr 2 santimetr bo'ladi qalinligi. Javob beramiz. 50 yil garantiyasini beramiz. Dokumentalni qog'ozda 50 yil garantiyasini beramiz. Endi shuni hisobga olib qo'ysa, og'irligini, qalinligi, santimetrini hisobga olib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Gap sifatida. Ha. Ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Yana aytib o'tmagan ma'lumotlarimizni bemalol telefon qilib so'rab olsanglar bo'ladi va chet elda bo'lsanglar ham Telegram, WhatsApplar bo'ladi. Chet elda turib yurtmanga berish imkoniyatlari ham bor. Bor.